Adashmasam Sanjar edingiz-a? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiring. Adashmadingiz, Timur aka. Nima bu? Bu Bahrom Baxtiyorov ishi bo'yicha dalillar. Masalan, Bahrom Baxtiyorovich prezervativ korobkasida qoldirgan barmoq izlari. Yirtilgan joyini ko'ryapsizmi? Barmoq izlari esa teskari joyda joylashgan. Nelogichni. Mana bu esa Bahromning qo'lining tilanganining liniyasi. Mana bu marhum ayolning tirnog'ining tagidan olingan teri qoldiqlarining ekspertiza xulosasi. DNK miqdori tilib olingan teri miqdoriga to'g'ri kelmayapti. Mana bu sohil bo'yidagi kafening kamerasidan olingan video tasvir. Mana bu esa Bahromning mimikricheskiy analizi. Bahrom kirishda ham, chiqishda ham mimikasi bir xil bo'lgan. Demak, bu esa To'xtang. Nima demoqchisiz? mana bu narsalar Bahromning aybsizligini tasdiqlaydi. Siz esa aka aybsiz bolani hayotini sindirganingiz uchun hali javob berasiz. Endi mana eshiting. Qotillik sodir bo'lgan joyda Bahrom Baxtiyorovichning kvartirasida hamda o'zida topilgan ashyoviy dalillar hammasi unga qarshi. Tushunib turibman. Siz uning do'stisiz. Harakat qilyapsiz. Lekin uni aybi isbotlangan. Men hech narsa qila olmayman. Tushunyapsizmi? Gapingiz tugagan bo'lsa, ishim ko'p hali. Shu ishni olib borayotgan tergovchi sifatida ozgina bo'lsa ham hissingizni qo'shsangiz Bahrom ishi apellyatsiya sudiga oshishi mumkin. Sobiq kollegangizni iltimosini yerda qoldirmassiz. Normal odamsiz-ku. Mana shu dalillar bilan yaxshilab tanishib chiqing iltimos. Senga nima? Problemalik kerakmi? Foydaliga mana qilib beradiganman. Tarqal.